Assalomu alaykum qalbi qaynoq insonlarim. Bahorning eng go'zal, eng nozik, eng mehrli ayyomi 8-mart yaqinlashmoqda. Aziz onajonlar, qadrli opa-singillar, mehribon ayollar, siz bu dunyoning chiroyisiz, xonadonlarning fayzi, farzandlarning mehribon onajonisiz. Onaning bir duosi tog'larni ham joyidan siljitishga qodirdir. Ayolning sabri butun oilani birlashtiradi. Siz bor ekansiz, hayotda nur bor, muhabbat bor, baraka bordir. Shu muborak ayyomda qalbingiz quvonchga to'lsin, yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Alloh sizlarga sog'lik, baxt, uzoq umr va farzandlaringizni rohatini ko'rib yurishlikni nasib aylasin. Aziz ayollar, siz qadrlisiz, siz e'zozlisiz va siz mehrga loyiq insonsiz. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami barchangizga muborak bo'lsin.